O'rtoqlar, yana chiqib oldingmi deysizlarmi? Ustiga chiqib narxlarni bosib ushlab turmasam, bu narxlar ko'tarilib ketadi. Krakovskiy 36 ming so'm bittasini olasiz, bittasi tekin. Abzalov Chempion 45 mingga bittasini olasiz, bittasi tekin. Abzalov Bellissimo 38 mingga bittasini olasiz, ikkinchisi tekin. O'rtoqlar, biz sizga 10 ming so'm, 9 ming so'mlik kolbasalarni munosib ko'rmaymiz, ravo ko'rmaymiz. Eng sifatligini eng arzon narxda qilib beramiz. Yo'lingizga ajoyib hamroh, tog' mavsumi boshlayapti. Safarga chiqishdan oldin vakuum qilib qo'yilgan, sifatiga kafolat beriladigan yangi mahsulot 45 mingdan sotilgan ekan. Mumkin keldi 30 ming qilib qo'ydi. Hali hammasi emas. Buni kattaligini qarang. 45 mingdan sotilyapti, buni ham 30 mingga tushirdik. Ko'rinliklarimiz bor. Narxi atiga 22 ming so'm. Asl narxi 300 ming so'm, may oyini oxirigacha bu setimiz endi 200 ming so'm. Yog'i shunchaki tekin. Yog'i bilan 10 bitta bo'lyaptimi? 10 bitta. O'rtoqlar, 12 xil mahsuloti bor. Asl narxi 400 ming so'm, may oyi uchun ushbu setimizning narxi 300 ming so'm. Ketsa Abzalovdan ketibdi, yog'i tekin. Ushbu chegirma Abzalovni Sergeli, Farxadskiy, Yunusobod, Kadish va Olmaliq va Chirchiqdagi filiallarda bo'lib o'tadi. Mumkindan kelgan mijozlar uchun Mumkin mobil ilovasiga kirasizlar, cashback bo'limiga o'tasizlar, xarid cheklarini skaner qilasizlar, 2% cashback qo'lga kiritasizlar. Chegirmada eng arzon narxda yana cashback olsanglar. Mazzami? Mazza.